6-ayning 23-kuni Urumchining osmondan manda bir ko'rinish to'yuqsi paydo bo'lgan. Bir qism odamlar yerda ma'lum bir chiroq o'g'ashgan mishta o'sibdi deb qaraydi. Bu deganimi balkim to'g'ri edi. Lekin vaqtdan bir kun oldin surlik. 6-ayning 22-kuni bir to'p yosh bolalar tog'dan tushish jarayonidan manda bir ko'rinishni tatib oldi. 从他上我小学数学课本上的通讯员啊！我操！我操！ 这啥？ Buni cho'ngaytgandan keyin bu oqar yulduz emas deb hukm chiqara oladiganmiz. Chunki oqar yulduzning bir uzun qo'rg'i bor bo'ldi. Bugunda nurg'unlagan odam bu fichar jismni tatib olgan. Lekin bu narsaning nimaligini hozirgacha aniq bir tushuncha yo'q. Bu xil osmonda to'yuqsi paydo bo'lgan tushuntirib olmaydigan narsani bu yerda biz UFO deb ataymiz. To'liq ism bo'lsa unidentified flying object. Yana Uyg'urcha tarjima qilsak noma'lum fichar jism deymiz. Bugungi filmda biz eng bosh qaytib boramiz. Yana insonlarning tunji qatim noma'lum fichar jism bayqan vaqti. Emsa gazlarni tayyorlash bir tal yurakli aksiya olishni hargiz unutib qolmang. Hikoyani boshlashdan burun menda oqsa filmdan birini ko'rib beqinglar. Matiplik filmni yoqtiradigan bo'lsa, ayrimxonamni gap qilsanglar bo'ldi. Men dashibini bir nechta elib chemberak yo'llamsizlar ya doying yo'llamsizlar vesh yoqsa bo'ldi. Emsa hikoyamiz qaytib keldik. 1947-yili Amerikaning Roswell degan yerda bir noma'lum fichar jismni chaqmoq suqib yetib yachib ketibdi. Tunji bayqaganning ismi bo'lsa Bryce. U o'z ko'zi bilan intan cho'ng bir fichar jismni ko'rib ekan. Bu ko'rgan narsadan hayron qilib, shu vaqtning o'zida armiyaning boshlig'i Masharga telefon qilib doklad qildi. Mashar men Ahmeddan borgandan keyin o'zini ko'rgan narsadan hayron qoldi ekan. U armiyani boshliq bo'lgandan keyin ko'z oldidagi narsa hech qanday tipdagi arplan chiqmaydigini u aniq bildi ekan. Mashar buyruq chirib doirasi 50 kilometr bo'lgan yerning hammani pechatlaydi. Bayqa fichar kiyimli Toshplat odamdan 8-chi armiya basiga qaytirib ekildi. 1947-yili 7-ayning 2-kuni Roswellning kulli xotirasida biz Toshplat odamlar fichar kiyim bayqidoq deb e'lon qildi. Bu xabar chiqqandan keyin butun dunyoni hayron qoldirdi. Lekin faqat 6 soatdan keyinla darajasi texnik yuqori bo'lgan General Rage bu ishning hammani qo'lga oldi. U qayta muxbirlarni yig'ib, "Mening qo'l ostimdagi og'ir xatolikdan birini o'tkazibdi. Biz bayqan narsa bir havo shari xolos" deb gapni tugatdi. Hech qanday tushuntirish yo'q, ammo muxbirlar hech qanday savol so'ramadi. Lekin shu qatimli suhbatda General Rage'ning qo'ldagi mavaraqqa kishilarni qiziqish tushib qolgan. Bu varaqdagi bo'lsa yuqoridan tushgan buyruq qog'ozi. Shu vaqtdagi odamlar bu varaqqa intayin kuchigan, lekin yalni hech qanday mezmunga erishmagan. Davrning taraqqiyotiga ergishib, nurg'unlagan yomon texnika paydo bo'ldi. Ammo bu buyruq qog'ozni 80% mezmunda kompyuterdan foydalanib yechib chiqdi. Bu buyruq qog'ozi mezmun bo'lsa mundaq: jiddiy futurish, bayqan narsa bir fichar kiyim. Fichar kiyimning ichida hayotlik bayqaldi. Bu haqiqatan bir yangi bayqash. Darhol bayqan fichar kiyim bilan hayotlikni 8-chi armiya bosib yotganlar. Muxbirlarga Avar shahridan foydalanib tushuntirsanglar bo'ldi. Mana bu bo'lsa Roswellning to'liq hikoyasi. Bu ishdan keyin nurg'unlagan odam Toshplat odamdan bog'liq ishindi. Emsa sizchi, siz Toshplat odamdan bog'liq ishlamsiz? Ko'z qarshingizda inkoslarni qoldirib qo'yishni hargiz unutib qolmang. Bugun so'zmoqchi bo'lgan teamda diqqat qilib qolinglar. Bu filmda Oyshahdagi yoshirilgan maxfiyatlikni ko'rib chiqamiz. 1969-yili Amerika tunji qatim Oysharga chiqdi. Bugun taxminan 5 million odam naqmaydan jibosini ko'rdi. Lekin kirish jarayonida 4 minut 30 sekund signal uzilib ketgan. Amerika taraf uskun sababdan uzilib ketdi deb tushundigan. Lekin haqiqiy ahvol bunday emas. Signal uzilib ketishdan burundagi eng oxirgi gapini diqqat qilib qolinglar. Amsterdam's g'ayli teamdan birini bayqadi degan shu zamatlar sukun buzilib qoldi. Amerika taraf 4 minut 30 sekund signalni kesib o'tdi. Lekin ular bir ishni kam o'ylab qoldi. Bu kuni yer shahridagi 5 million odam bu ishga diqqat qilg'iliq. Signal uzilib ketgan shu zamatlar nurg'unlagan odam o'zining sukunini olib Oysharga to'g'irdigan. Ham bir qism odam haqiqatan signalni to'sib olgan. Tuanda biz to'sib olgan muhim mazmunni anglab baqlik. Amsterdam Oysharda ma'lum bir nimani ko'rib ekan. Ham birinchi vaqtda yuqori doklad qilgan. Lekin yuqori taraf xuddi ufqidagandekla. Amsterdamga yetishda ansirmsan bo'ldi. O'zini vazifani qilaver deb gap qaytgan. Ham Amsterdam Oysharga tunji desigan vaqtda manda gapdan birini degan. Biz insonlarni tinchlik uchun kelgan. Bu gapni desab anglagan vaqtda hammada meron qolgan. Xuddi bu gapni bizga demagandekla. Ular Oysharni yenib kelgan vaqtda muxbirlar yig'inda hech qanday gap qilmagan. Amsterdamni degan eng oxirgi gapi bo'lsa, insonlar bir yangi davrga qadam bosdi. Mana bu bo'lsa insonlarning
tunji qatam oy shari chiqishi. Ham bundan keyin Amerika 50 yil oldi oy shari chiqib baxmoqli. Xuddi ma'lum bir nim bilan suhbatlashgandekla, oy shari bo'lgan tadqiqotning hammani to'xtatib o'tdi. 2014-yil 8-6 kuni Alam boshliq punktida naq maydon jibo qilayotgan vaqtida bir noma'lum uchar jism tuyuqsi paydo bo'ldi. Bu noma'lum uchar jism ko'ranga shu zamatla signal uzib ketdi. Buni cho'ng aytgandan keyin, sizningcha bu narsa nimga o'xshatgandi? 2020-yil 4-19-kuni yana o'xshash Alam boshliq punktida naq maydon jibo qilayotgan vaqtida bir uchar jism so'l tarafdan tuyuqsi paydo bo'ldi. Paydo bo'lgan shu zamatla signal uzib ketdi. Buni cho'ng aytib ko'rgandan keyin, bu bir uchar kiyimdek bir narsa ekan. Buning o'xshaydigan ishlar bekcha ko'z berib baqqan. Ya sukun tuyuqsi buzilib qoldi. Ya bo'lmasa bir aniq javob qaytarmaydi. Sizningcha bu dunyoda tashplat odamning baliqdan bizni yushuqamidi? Bir tal yurak besayotgandan keyin tushanchingizni inkosran qoldirib qo'yishni hargiz unutilib qolmang. Clark filmda biz Oysharni bayqan 3 ko'zli tashplat odam jesti bilan Oysharni keyin terib tushib ketgan olam kiyimisining hikoyasini ko'rib chiqamiz. Filmning oxirida Vesh yaxshashibini birini ko'rib chiqaylik. Bundan shibin ishlemoqchi bo'lsanglar, mening bosh betdagi undarimni qetib olsanglar bo'ldi. Oldidagi pashidamga haqsiz ishlab birman. Ansirmasalim bo'ldi, meni qetib olganga hargiz pushaymon qilmayman. Bu rasmga tepsili qarang. Nurg'unlik odam buni bir uchar kiyim deb qaraydi. Bugungi filmda Oysharning eng sirli ishdan birini ko'rib chiqamiz. Bu yerda askartib qo'yilgan bir ishim bor. Bu filmning 90% mazmunining hammasini xabari chiqargan. Emsa gazdan tayyorlagach bir tal yurak besi yetib akshelishni hargiz unutilib qolmang. 2007-yil 4-10-kuni William Laudlichi degan bir odam to'rgan manda bir filmni yo'llagan. Bu filmning mazmuni bo'lsa Oysharda bayqalgan bir uchar kiyim. Desabda bu filmning mazmuniga hech kim ishonmagan. Lekin filmning ichidagi koordinatini teshkirib baqqan yaqin manda bir ko'rinish paydo bo'lgan. Oysharning tubida haqiqatan bir nim bor ekan. William Laudlichi keyingi filmda manda degan. 1971-yil Apollo 15-jumur Oysharning tubida bir g'alati nim bayqqan. Desabda olimlar buni bir tosh o'xshaydi deb qaragan. Bu narsaning uzunligi bo'lsa 4 kilometr, kengligi bo'lsa 5 metr kelgan. Bu jismni cho'ng kichiklik ko'rgan yaqin olimlar bu narsaga qiziqib qolgan. Esildagi planda 1976-yil Apollo 20-jumur Oysharga chiqdi. Lekin ma'lum bir sabab uchun bu plan to'xtatilib qolgan. William Laudlichi manda tushuntirdi. Bu plan ezeldan to'xtatilib qolmagan. Ular maxfiy bir qatim Oysharga chiqishni qaror qilgan. Chunki Oysharning tubida bayqan bu narsa tosh emas ekan. 1976-yil 8-oyda Apollo 20-jumur fandom armiya bazasida qo'yib Apollo 20-jumur Oysharga yaqin kelgan vaqtida tunji qatim bu narsaning aniq holatini ko'ra oldik. Bu narsaga tepsili qaragandan keyin olimlar bu narsani hargiz tabiiy shakllanmagan deb hukm chiqargan. Bu narsani ichi chigandan keyin bir 3 ko'zlik tashplatardan bayqan. Film ish tashplatardan bayqandan keyin oxirlashidi. Endi bu filmning mazmunini sizlarga ozroq tushuntirib beray. Bu filmni yo'llagan odamning ismi William Laudlichi ekan. Bir qism kishilar bu odamni tepsili teshkir paqibgan. Rastligandek bu odamning darajasi pek yuqori ekan. Endi bu yerda nimishq Oysharning maxfiyatligini oshkorlaydi desangiz, u mendaq tushundigan. Meningcha hammadan dunyoning haqiqiy ahvolini bilish kerak. Bu film 2007-yilda to'g'ri yo'llangan. Ham filmning ichidagi koordinatini besbaqsa Oysharda haqiqatan bir nim bor ekan. Lekin hozir bu koordinatni chegizib teshkirib baqsangiz, bu uchar kiyimni o'rnini o'zgartirib o'tgan. 2007-yilda bu uchar kiyimni cho'qim yo'q qilaydi deb nurg'unlik odam bu bayqa uchar kiyimlar rasm tortib ekan. Men bu mishulning ichidagi bir elan. Ashvaqsda men bu koordinatni to'g'ri besib, Oysharning tubida haqiqatan bir nim borligini o'z ko'zim bilan ko'rgan. Lekin hozir izlab baqsam bu yoq qo'p-qo'roq, balkim xato ko'rib qolgandimman. Filmning oxirida yurak o'sib akshelishni hargiz unutilib qolmang. Inkosaranga o'zingizning yoqtirilgan temalarni qoldirib qo'ysangiz bo'ldi.